Assalomu alaykum, qahramon aka, nuvejlar ko'tarib yursiz. Nerga bu? Nu narsa bu? 12 sotdim. O. Obesokka 50. Ana. Bu puliga bu. Bu bonus hisobida. To'xtan. Iris Abisovka bu, ha? Bu 12 uchun. 12 uchun. Endi bunday narsani qo'shimcha olib yurmaydi, to'g'rimi? 12 saqan odamlar. Endi polikni ko'rsating. Polik ham Evakor, yaxshi polik o'xshaydi. Zo'r. Yana молодец. Trekkerga bormaydi shunday vejlar, qahramon aka. 12 gadan bor ekan. O, молодец, ana. Bu faqat bo'lib to'lash uchun, ha? Bonuslarimiz. Yo'q, bo'lib to'lash. Qarang. Naq pul bersin. Naq pulgancha so'm keshbek berasiz. Elbek tuğusunu aytayımma. Ava. 10 milyon so'm beramiz. 10 million so'm keshbek, ha? Naq beramiz. Молодец. Endi yana bir yeri bor. Trekkerga eng kam oylik to'lov necha so'm? 1 milyon 470 ming so'm. 12 qaning. 1 milyon 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm, ha? Bir pasport bilan bitadi. Qarang, boshlang'ich to'lov necha so'mdan necha so'mgacha to'lasa bo'ladi. 30%dan 60%gacha shaklini to'lasa bo'ladi. Ana молодец. Ana hurmatli obunachilarimiz, xudo xolasa Gurlan avtosalonga kelib, Liboy avtomobilingizni xarid qilaveringlar, bo'sh ketmaysizlar. Naq pul olgan odamlarga Onyx Trekkerga 10 million so'mgacha keshbek. Agarda rasrochka bo'ladigan bo'lsa, ana shu ko'rib turgan vejlaringizni bonus sifatida beramiz. Bu narsa respublika bo'yicha yo'q, xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, pastda telefon nomeri yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar.